Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana Yagida Goji bilan shug'ullanib yurdik. Yagida Gojiga taqiq qo'yilyapti. Mulk agentligidan, Rossiyadan bu Yagida Goji deb sotmaysan, bu patentlangan deb. Shu uchun mana Yagida Gojini nomini o'zgartirdik. Adashib ketmangizlar. Yagida Goji emas, Gojetta.com deb nom berdik. Endi buni Gojetta.com bo'yicha savdo qilamiz. Gojetta.com deb sotamiz. Shu uchun adashib ketmangizlar. Yagida Goji degan faqat nomi o'zgardi. Tarkibi, mevasi, daraxtlari hammasi shu qoladi. Faqat nomi o'zgaradi. Logotipi o'zgaradi. O'sha uchun eslab qolingizlar. Gojetta.com O'zbekistonda shu anavda nomlandi. Bitta kelajakda bir rivojlanib ketib eksportga chiqaramiz desak ham Gojetta.com deb Rossiyaga chiqarsak bo'ladi. Taqiq bo'lmaydi shunda. Mayli, e'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'lingizlar. Hammalaringizga Xudo barakasini bersin.